Привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan xarid dasturxonidan qolgan, yeyilmayotgan pechenyelardan yeyiladigan yumshoqqina pechenye tayyorlaymiz. Qaniki shu oq pechenye ko'rinishidan qandaydir vidi chiroyli, lekin tez qatib qoladigan pechenye ekan. Hech kim yemadi, bir korobka qolib ketdi. Shuning uchun uni chopperga solib yaxshilab aralashtirdim va undan keyin shu oq bilasizlar bodomni ustiga yoki o'rigini daragini ustiga shunaqa qilib qo'yishadi. Yeganingizda shirin bo'ladi. Lekin biz roza paytida oldik, hech kim tatib ko'rmasdan olgan achchiq bodomga qilib qo'yishgan. U ham qolib ketdi. Uni ham sovordim. Keyin bug'doy pechenye bor ekan, shuni ikkita tarelka qo'ygan ekan, bittasini solsam, bittasini singlim yeyman dedi. Bo'ldi, gap yo'q dedimda. Uni bitta tarelkasini soldim, 5-6 ta shokolad soldim, bitta bananni butunini shunday sovordimda aralashtirsam, takoy nachinka tayyor bo'ldi-yu, qo'yaverasizlarda. Keyin yong'oqlar shaqqalatib tozalab tashladimda, uni ham chopper qilib maydalab oldim. Orada bu idishlar tozalab qo'ydim. Yong'oqlar yaxshilab maydalab olgandan keyin uni bitta tarelkaga soldim va o'sha nachinkalar dumaloq qilishni boshladim. Hammasini shunaqa qilib qo'limni dumaloq qildim. Bitta gap aytaymi o'rtoqlar, agar bunga eritilgan shokolad bo'lganda, shokoladga o'rasanglar ham vashshi zo'r bo'lardi, lekin bizda shokolad yo'qligi uchun yong'oqqa qildim va xolodilnikka soldim. Keyin singlim dars qilayotdi, "Yeysan qarochi" deb bersam, shuni yeb ko'rib vashshi zo'r chiqibdi dedi-yu. Singlimga yoqdi, sizlarga ham yoqdi degan umiddaman, tayyorlab qo'yinglar o'rtoqlar. Bilaman, baribir hammani xayrli dasturxondan narsalar ortib qolgan. Sizlar yaxshi ko'raman. Bay bay.